Shu hafta AQSh va Eron o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tishi mumkin. Xorijiy nashrlar manbalariga ko'ra, AQSh Tehronga 15 banddan iborat tinchlik kelishuvini yuborgan. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligi Trampdan urushni davom ettirishini so'radi. Xitoy AQSh bilan suv osti urushiga tayyorlanmoqda. Shu va boshqa xabarlarni burchak ostida YouTube sahifasida tomosha qiling. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like va izoh qoldirishni unutmang. The New York Times ma'lumotlariga ko'ra, AQSh Eronga urushni yakunlash uchun 15 banddan iborat talab va takliflarni yubordi. Washington hamda Tehron o'rtasida vositachi sifatida Pokiston armiyasi bosh shtabi boshlig'i Said Asim Munir ishtirok etgan bo'lib, u Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bilan aloqalarga ega. Qo'shma Shtatlarning Eronga qo'ygan talab va takliflari quyidagilardan iborat edi. Eronga qarshi barcha sanksiyalarni bekor qilish, AQSh tomonidan fuqarolik yadroviy dasturni elektr energiyasi olish uchun rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, sanksiyalar qayta joriy etilmasligiga kafolat berish, Eronning yadroviy dasturini belgilangan cheklovlar doirasida to'xtatib turish, Eronga tegishli boyitilgan uranni kelishilgan nazorat ostida va muayyan hajmda saqlash, raketa dasturini keyingi bosqichda soni va masofasi bo'yicha cheklovlar bilan qayta ko'rib chiqish, yadroviy texnologiyalardan fuqarolik va noharbiy maqsadlardan tashqari foydalanish cheklash, mavjud yadroviy salohiyatni rivojlantirishni to'xtatish, uranni boyitish quvvatlarini kengaytirishni taqiqlash, Eron hududida qurol sifatida foydalaniladigan yadroviy material ishlab chiqarishni taqiqlash, barcha boyitilgan materialni kelishilgan jadval asosida atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikka topshirish, Natanz, Isfahon va Fardoddagi yadroviy obyektlarni yo'q qilish, xalqaro monitoring hamda tekshiruv mexanizmlarini joriy etish, rejaning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kelishuvlarga rioya etilishi bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Tomonlar o'rtasida xavfsizlik bo'yicha qo'shimcha mintaqaviy kelishuvlar tuzish. Tehron esa AQShning mojaroni tugatish bo'yicha takliflarini rad etdi va o'z shartlarini e'lon qildi. Bu shartlar Eron davlat televideniyasi efirlaridan birida uzatildi. Xususan, Eron urushni to'xtatish uchun quyidagi 5 ta shartni ilgari surdi. Dushman tomonidan tajovuz va qotilliklarning to'liq to'xtatilishi, urush qaytadan boshlanmasligi bo'yicha aniq kafolatlar, kafolatlangan hamda aniq belgilangan harbiy reparatsiyalar, ya'ni tovon pullari, barcha frontlarda, jumladan mintaqadagi ayrim guruhlarga qarshi urushning to'xtatilishi, Eronning Hormuz bo'g'ozi ustidan suveren boshqaruvi xalqaro miqyosda tan olinishi va kafolatlanishi. AQSh tomonidan taqdim etilgan takliflar biz uchun ko'rib chiqishda ustuvor ahamiyatga ega emas va bu masalada biror narsa o'zgarishi ehtimoldan yiroq, deyiladi bayonotda. Axios nashri AQSh Eron bilan muzokara o'tkazishi haqida yozmoqda. Nashrning manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh delegatsiyasi va vositachilar 26 mart kuni Eron bilan yuqori darajadagi muzokaralar o'tkazish masalasini muhokama qilmoqda. Agar uchrashuv tasdiqlansa, unda AQSh vitse-prezidenti JD Vance ham ishtirok etishi mumkin. Isroillik manbalarga ko'ra, bosh vazir Benyamin Netanyahu bunday kelishuv ehtimoli Isroil manfaatlariga to'liq mos kelmasligidan xavotirda. Shu bilan birga Qo'shma Shtatlar ma'muriyati Eron bilan aloqa kanallari hali ham ishonchsiz ekani va Tehron ichida qaror qabul qilish jarayoni murakkabligini tan olmoqda. Hozirda Washington Tehronning javobini kutmoqda. Shuningdek, Axios manbalarining aytishicha, vositachilar batafsil muzokaralar o'tkazish uchun vaqtinchalik o't ochishni to'xtatishni taklif qilgan. Biroq Eron bu muzokaralardan manfaatdor emas, sababi ular Trampning muzokaralarga intilish harakatlarini navbatdagi hiyla deb baholamoqda, deb yozadi Amerika nashri. Ma'lumotlarga ko'ra, Tehron Trampning muzokaralarga tayyorligi haqidagi bayonotlarni ishonchli deb hisoblamayapti. Eron tomoni vositachilarga Tramp ularni avval 2 marta aldaganini bildirgan va bu holat yana takrorlanishini istamasligini ta'kidlagan. Fors ko'rfazidagi ayrim arab davlatlari AQSh prezidenti Donald Trampning Eron bilan urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzish niyatidan xavotirda. Ular bunday kelishuv oqibatida mintaqada hamon qudratli raqib bilan yuzma-yuz qolishdan qo'rqadi va harbiy harakatlarni davom ettirishni talab qilmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal nashri o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, bu orada Turkiya Yaqin Sharq mamlakatlarini urushni tezroq tugatish zarurligiga ishontirishga urinib, faol diplomatik sa'y-harakatlarni boshlagan. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari yetakchilari esa Trampni Eron qo'shinlariga xavf tug'dirmaydigan darajada zaiflashguncha urushni davom ettirishga ko'ndirishga harakat qildi. Gazeta manbalariga ko'ra, Ar-Riyod Washington tomonidan Tehronga topshirilgan 15 banddan iborat rejadan qoniqish hosil qilmagan. Ushbu reja Eron AQSh bilan kelishmovchilikka sabab
sabab bo'layotgan barcha asosiy masalalar bo'yicha yon bosishi evaziga nizoni hal qilish va sanksiyalarni to'liq bekor qilishni ko'zda tutadi. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligi hozirgi bosqichda kelishuv tuzilishi Eronga Fors ko'rfazidan energiya resurslari eksportini uzoq vaqt davomida nazorat qilish imkonini berishi va boshqa davlatlar xavfsizligini xavf ostiga qo'yishidan xavotirda. Hozirda Eron amalda jahon bozoriga kuniga qariyb 20 million barrel neft va neft mahsulotlari chiqariladigan, shuningdek dunyodagi suyultirilgan tabiiy gaz eksportining 20% dan ortig'i o'tadigan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'ygan. Tehron ushbu muhim bo'g'oz ustida nazoratni urushdan so'ng ham saqlab qolmoqchi. Shuningdek, The Wall Street Journal nashri manbalariga tayanib xabar berishicha, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi mamlakat ichidagi ta'sirini yanada kuchaytirgan va AQSh bilan ehtimoliy muzokaralar oldidan qator talablarni ilgari surmoqda. Jumladan, Tehron Fors ko'rfazi davlatlarida joylashgan barcha Amerika harbiy bazalarini yopishni talab qilmoqda. New York Times va Reuters nashrlari o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Pentagon AQSh armiyasining 82-havo desant diviziyasidan taxminan 2000 nafar askarni yaqin sharqqa jo'natish buyrug'ini bergan. Bu qaror prezident Donald Trampga Eron bilan bog'liq urush doirasida qo'shimcha harakat variantlarini taqdim etish maqsadida qabul qilingan. Bu ma'lumotlar Trampning AQSh hozirning o'zida Tehron bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Eron kelishuviga juda qiziqayotgani haqidagi bayonotlari ortidan paydo bo'ldi. Tramp muzokaralar tafsilotlarini ochiqlamagan, biroq ommaviy axborot vositalari Washington Tehronga 15 banddan iborat urushni to'xtatish rejasini taqdim etganini yozmoqda. Shu bilan birga Oq uy matbuot kotibi Levittga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida diplomatik muloqot imkoniyatlari paydo bo'lganiga qaramay, AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyoti davom etadi. Prezident Tramp va uning muzokarachilari diplomatik aloqalar uchun yangi imkoniyatni o'rganayotgan bo'lsa-da, Epic g'azab operatsiyasi oliy bosh qo'mondoni va Pentagon belgilab bergan harbiy maqsadlarga erishish uchun davom etmoqda, dedi u. Avvalroq CNN telekanali AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligidagi manbalarga tayanib, Eronga qarshi amaliyot davomida qariyb 290 nafar amerikalik harbiy jabrlanganini, ulardan 255 nafari yana xizmatga qaytganini xabar qilgan edi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi esa urush davomida halok bo'lgan va jarohatlangan amerikalik hamda isroillik harbiylar soni 680 nafardan oshganini ma'lum qildi. AQShning Eronga qarshi quruqlikdagi harbiy operatsiyasi yaqin orada boshlanishi mumkin. Bu haqda The Wall Street Journal jurnalisti Alex Ord o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Jurnalistning X ijtimoiy tarmog'ida yozishicha, Kongressdagi kamida 3 nafar respublikachi, jumladan Vakillar palatasi va Senatning qurolli kuchlar qo'mitalari raislari Eronda quruqlikdagi operatsiya rejalashtirilgani va u katta ehtimol bilan tez orada boshlanishi mumkinligini ochiq bayon qilishgan. Eronning IRIB davlat telekanali xabariga ko'ra, agar Qo'shma Shtatlar mamlakatda quruqlikdagi harbiy amaliyotini boshlasa, Eron qurolli kuchlari Birlashgan Arab Amirligi va Bahraynning qirg'oq bo'yi hududlarini qo'lga kiritishga hamda mintaqa qiyofasini o'zgartirishga tayyor. Shuningdek, Eron o'z hududiga bostirib kiriladigan taqdirda Bob al-Mandeb bo'g'ozini yopish bilan tahdid qildi. Tasnim nashrining eronlik yuqori martabali harbiy manbasi ma'lum qilishicha, bu chora Eron hududi yoki uning orollarida quruqlikdagi amaliyot o'tkazilgan taqdirda qo'llaniladi. Bob al-Mandeb bo'g'ozi dunyodagi strategik jihatdan muhim bo'g'ozlardan biri hisoblanadi. Agar amerikaliklar Hormuz bo'g'ozi muammosini ahmoqona choralar bilan hal qilmoqchi bo'lsa, ularning muammolariga yana bir bo'g'ozning yopilishi qo'shiladi, deya ta'kidladi eronlik harbiy. Bu bayonot so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalarida AQSh Eronga tegishli har qirolga desant kuchlarini tushirishi mumkinligi haqidagi xabarlar tez-tez paydo bo'layotgani ortidan yangradi. Hormuz bo'g'ozining yopilishi sababli Yevropa aprel oyidayoq yoqilg'i taqchilligini his qilishi mumkin. Bu haqda Shell neft kompaniyasi bosh direktori Vail Saban ma'lum qildi. Mavjud vaziyat naqadar og'irligini birinchilardan bo'lib Janubiy Osiyo his qildi. Keyin bu Janubiy Sharqiy Osiyo va Shimoliy Sharqiy Osiyoga o'tdi. Aprel oyi kelishi bilan bu holat Yevropaga ham ta'sir ko'rsatadi, dedi Saban Texasdagi neft sohasi konferensiyasida. Sabanning ta'kidlashicha, inqiroz allaqachon aviatsiya yoqilg'isi yetkazib berishga ta'sir qilgan va uning narxi 2 baravarga oshgan. Navbatdagi bosqichda dizel, undan so'ng esa benzin narxlari ko'tarilishi kutilmoqda.
Rossiya iqtisodiyotining neft eksportidan oladigan kunlik o'rtacha daromadlari 2 baravar, ya'ni 135 million dollardan 270 million dollargacha oshdi. Yetkazib berish hajmi esa Ukrainada urush boshlangandan beri eng yuqori darajaga ko'tarildi. Bu o'sish Yaqin Sharqdagi urush va Hormuz bo'g'ozining yopilishi natijasida jahon bozorida neft narxi ko'tarilgani bilan izohlanmoqda. Yevropa tahlil va strategiya markazi asoschisi Vladislav Inozemtsevning fikricha, ushbu urush Rossiya uchun iqtisodiy jihatdan manfaatli bo'lib chiqmoqda. Fevral oyida eksport neftining o'rtacha narxi bir barrel uchun 41,5 dollarni tashkil qilgan bo'lsa, mart oyining ayrim kunlarida bu ko'rsatkich 100 dollardan oshdi. Mart oyida neft eksporti dollar ekvivalentida 60% ga, aprelda esa fevralga nisbatan 90% ga o'sishi kutilmoqda. Bu byudjetga qo'shimcha 3-4 milliard dollar mablag' olib keladi. Agar neft narxi iyun oyigacha shu darajada saqlanib qolsa, Rossiya byudjet taqchilligidan qutulishi va o'tgan yilgi rejani oshig'i bilan bajarishi mumkin. Bu daromadlar Rossiya iqtisodiyotida jiddiy ijobiy o'zgarishlarga olib kelmaydi. Barcha qo'shimcha mablag'lar faqat byudjetdagi kamchiliklarni yopishga sarflanadi xolos, deya ta'kidladi ekspert. Pekin, Tinch, Hind va Arktika okeanlarida suvosti monitoringi va xaritalash bo'yicha keng ko'lamli operatsiyani amalga oshirmoqda. Harbiy ekspertlarning fikricha, ushbu ma'lumotlar AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi suvosti urushini olib borishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Reuters agentligi tomonidan o'rnatilgan kema kuzatuvi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Dongfang Hong 3 tadqiqot kemasi 2024-25 yillar davomida Tayvan yaqinida, AQShning Guandagi bazasi atrofida va Hind okeanining strategik hududlarida faol harakat qilgan. Xitoy hukumati bilan bu izlanishlar shunchaki iqlim va dengiz tubi loy qatlamini o'rganish uchun o'tkazilayotganini aytsa-da, ekspertlar buni fuqaro harbiy uyg'unligi strategiyasining bir qismi, ya'ni ilmiy ma'lumotlardan harbiy maqsadlarda foydalanish deb hisoblamoqda. Okean tubining relyefi, suvning sho'rligi va harorati haqidagi ma'lumotlar Xitoy suvosti kemalariga dushman radarlaridan yashirinish va dushman kemalarini osonroq tutish imkonini beradi. 2014-yilda boshlangan Shaffof okean loyihasi doirasida Xitoy yuzlab datchiklarni suv tubiga joylashtirdi. Bu tarmoq real vaqt rejimida suvosti harakatlari haqida ma'lumot beradi, deyiladi maqolada. AQSh harbiy dengiz razvedkasi rahbari konr-admiral Mayk Bruksning so'zlariga ko'ra, bu tizim sonar qurilmalarining ishini optimallashtiradi va strategik muhim suv yo'llarida dushman suvosti kemalarini doimiy kuzatib turish imkonini yaratadi. Vengriya Rossiya neftining Drujba quvuri orqali tranziti qayta tiklanmaguncha Ukrainaga gaz yetkazib berishni to'xtatadi. Bu haqda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, cheklovlar bosqichma-bosqich joriy etiladi. Ukraina rasmiylari hozircha bu bayonotga izoh bergani yo'q. Fevral oyida Budapesht Kiyevga dizel yoqilg'isi yetkazib berishni ham to'xtatgan va Drujba quvuri qayta ishga tushgach, uni tiklashga va'da bergan edi. Shunga o'xshash qarorni qo'shni Slovakiya ham e'lon qilgan edi. Ma'lumot uchun, Drujba quvuri orqali Rossiya neftining Vengriya va Slovakiyaga tranziti yanvar oyida to'xtagan. Ukraina rasmiylarining ta'kidlashicha, quvur Rossiya zarbasi natijasida shikastlangan. Ammo Budapesht buni texnik muammo emas, balki yaqinlashayotgan parlament saylovlari oldidan siyosiy bosim o'tkazishga urinish deb hisoblamoqda.